Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Boymurod Umidjon hozirgi kunda G'ijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internatida ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlab kelmoqdaman. Bugungi kunda hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari va islohotlari tufayli mana shunday ta'lim muassasalari O'zbekiston bo'ylab juda ko'p ochilmoqda. Shundan mana bugungi kunda bizda 59 nafardan ziyod pedagog xodim dars berayotgan bo'lsa, shularda ularni o'sha o'z ustida ishlashi, yaratilgan o'sha imkoniyatlar tufayli ularni orasida hozirgi kunda xalqaro, milliy sertifikat egalari, hatto vazir jamg'armasi va 70% ustama olgan o'qituvchilarimiz bor. Masalan, xalqaro sertifikat olgan o'qituvchilarimizni sanaydigan bo'lsak, bular mana Toshif Oybek fizika fanidan, Ergashev Umid matematika fanidan, ingliz tili o'qituvchilarimiz xalqaro sertifikatlari mavjud. 70% ustama olgan o'qituvchilarimiz, ona tili adabiyot o'qituvchimiz, hatto PhD darajasiga yetgan Jo'rayeva Gulhayo, tarix fani o'qituvchilarimiz Hamdam Sanjar, Safar va Nargizalar hozirgi kunda juda ko'p yutuqlarga erishib, iqtisodiy imkoniyatda ham ancha darajaga yetib qoldi. Va bu ustozlar qo'lida tahsil olayotgan o'quvchilarimiz ham hozirgi kunda juda ko'p yutuqlarga erishdi. Hatto maktab partasidan oliy ta'lim muassasasi talabasi darajasiga erishdi. Masalan, bunga ham aytishimiz mumkin, Ibragimova Durdona tabiiy yo'nalish fani bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritib, hozirgi kunda 189 ball olib, Toshkent tibbiyot akademiyasini talabasi bo'lish darajasiga erishdi. Bularni barchasi bu hozirgi kunda o'sha prezidentimiz boshchiligida ta'limga berilayotgan imkoniyatlar, e'tiborni samarasi deb o'ylayman. Ta'limdagi e'tibor natijasida biz G'ijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi dastlab maktab sifatida shakllangan bo'lsak, o'sha paytda bitiruvchilarimiz 80-85% oliy ta'lim o'qishga qabul qilingan. O'tgan yildan boshlab maktab internat maqomini oldi. Bu esa o'qituvchi va o'quvchilarga yana bir imkoniyatni ochdi deb o'ylayman. Sababi mana bir yilning o'zida natijamiz 72 nafar 11-sinf o'quvchilarimiz bizni bitirgan bo'lsa, shulardan 95% oliy ta'lim muassasasiga qabul qilindi va ularning ichida yuqori ball, ya'ni 189 ball olgan yigit-qizlarimiz ham 4 nafarni tashkil qiladi. Buni natijasida bizni maktabimiz Buxoro viloyatida o'rtacha ball yig'ish natijasida 2-o'rinni egalladi. Bu ham bir bizga qilingan imkoniyatni bir mevasi deb o'ylayman. Yangi yil arafasida hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va xalqimizga qilgan murojaatlarida ham ta'lim sohasida biz o'sha o'qituvchilarga ham to'xtalib o'tib, alohida e'tibor berganlari ham bu biz ustozlarga ham bir katta sharaf deb o'ylaymiz. Bu narsa bu o'qituvchilarni yanada o'z ustida ishlashiga, 3-Renessans poydevorini qurilyapti. Shu Renessans poydevoriga qurilishda xizmat qiladigan o'quvchilarni tarbiyalashda biz yanada o'z bor imkoniyatimizni qo'llab harakat qilamiz degan umiddaman.